5 kunda 3 kilodan 15 kilogacha ozdirib beraman. Diqqat bilan ko'rib saqlab oling. Ketdi. İnson ichaklarida 3 kilodan 15 kilogacha axlat, toksin, shlaklar yig'iladi. Bular zaharlashdan boshqa vazifani bajarmaydi tanada. Natijada surunkali charchoq, teridagi o'zgarishlar va tana vazni ortib borishiga olib keladi. Qotgan ichaklarni axlatdan tozalash, shlaklardan tozalash, tana vazni ketkazishi zo'r bitta usuli. Kerak bo'ladi. 50 gram zig'ir urug'i kofemolkadan kukuk holatiga keltiring. Zig'ir urug'i ichaklar uchun yumshoq cho'tkaga o'xshaydigan vazifani bajaradi. Ichaklarning devorini tozalaydi. So'ngra 2 dona olma olib to'g'rab, blenderda pyure holatiga keltiring. Olma zig'ir urug'ining kuchini yanada oshirib beradi. Pyurening ustiga kun qilingan zig'irni solib, yaxshilab aralashtirib kechqurun iste'mol qilsangiz, och qoringa 5 kun juda ham zo'r natijaga erishasiz. Tana vazni ketadi, ichaklaringiz tozalanadi, axlatlardan qutulasiz qotib yotgan. Qilishdan oldin tana vaznini o'lching, 5 kun qiling, kommentariyaga natijasini yozib qo'ying.